Shu kunlarda yurishga sal qiynalyapman-da. Alloh shifo bersin o'rtoq. Rahmat. Hammamiz pul yig'ib umraga borishni niyat qildik. Bolalar. Men-chi ketishim kerak edi. Nima bo'ldi? Uyga narsa olib borishim kerak. Esimdan chiqib qopti. Bu nima degani o'rtoq? O'zi endi kelding-ku. Kel safar o'tiramiz. Xo'p, o'rtoq, xafa bo'lmanglar. Unga nimadir bo'lyapti-da o'zi. Ancha qiynalib qolishgan. Nimadir bo'ldimi? Sinfdoshlar yig'ilishib umraga ketishayotgan ekan. Ularga sharoitim yo'q deyishga yuzim chidamadi. Pochcham uchun tilanchilik qilib hammadan pul so'rab yuribsizmi yana? Kelin, bu nima deganingiz? To'g'risida. Men kelin bo'lib tushganimdan beri nuqul pul so'rab keladilar. Yordam so'rasa, sizdan so'rayotgan yo'q. Siz umuman aralashmang. Nimaga aralashmas ekanman? Hey. Ha? Keldingmi bolam? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisan, Ikrom? Ne baqir-chaqir qilyapsan? Tinchlikmi? Mashinaga deb yig'ayotgan pulingizni opang so'rab kelibdilar. Endi orzungizdagi mashinani olamiz deganingizda pul so'rab kelibdi. O'chir ovozingni dedim senga. Nimaga ukangdan qarz so'raysan, ha? Sinfdoshlaringiz bilan umraga borib kelasiz deb so'ragandim. Mana bu pulni oling. Mayda juda qilasiz. Qolganini opamga berib yuborarsiz. Mana, mayda chuydalar olgandim. Shularni qizimnikiga, opangiznikiga berib kelsangiz. Boya Ikromjonim ozroq pul bergandi. Shuni ham berib qo'yarsiz. Faqat uyimga ham o'tmoqchi edim. Maylimi, kechira kelaman. Yo'q, oyi. Uyimga narsa kelsa ko'rardim. Nimaga opamga berib yuborgan narsalarimizni olib bormading? Choyxonada yig'ilmasdan to'g'ri shotga kelurdik. Ha, o'tirmadinglarmi? Og'ayni, sensiz bizga choyxona ta'tirmidi? Kelib, yaxshi ish qildinglar-da. Xullas og'ayni, biz bir qarorga keldik. Haligi men kelasi safar borarman. Bu safar hamma sinfdoshlar qo'shilishib, senga ham chipta olmoqchi edik. Faqat Nima faqat? umraga yig'ilgan pullarni senga olib keldik. Tushunmadim. Nima demoqchisizlar? Tushuntiribroq gapiringlar. Onam maslahat berdilar. Umraga borguncha do'stinglarga yordam qilinglar. Oyog'ini operatsiya qilish kerak, uyini ta'mirlash kerak deb. Faqat yo'q, olmayman demaysan. Bu chin dildan senga hadya. Ol. Do'st. Mana shunday kunda bilarkan. Ey Allohim, yetkazganiga shukr.